Agar shunaqa holat bo'lsa, homila rivojlanmay qolishi yoki homila tushib qolishi bo'lsa, torch infeksiyalarni ham M ham G formasiga topshirish kerak bo'ladi. Torch infeksiya deganda o'zi torch bu abreviatura, ya'ni bosh harflari kasalliklarni, patologiyalarni. T bu toksoplazma, O bu AZ, ya'ni boshqa infeksiyalar bularga kiradi. Mikoplazma, xlamidiya, sifilis, VICH kirishi mumkin, gepatit kirishi mumkin va hokazo. R bu rubella, qizamiq emas, qizilcha. T bu sitomegalovirus, H bu gerpes. Ya'ni bu turlarini infeksiyalarni qaysi tipiga qarab, ya'ni surunkali turlari bor va o'tkir turlari bor. Bunda albatta analizga ko'riladi. Agar immunoglobulin G analizni topshirgan bo'lsangiz va chiqqan bo'lsa, demak bu infeksiya sizda allaqachon o'tib bo'lgan va unga nisbatan sizda immunitet bor degani. Yana bir bor aytaman, immunoglobulin G antitelalar davolanmaydi. Bu degani sizda shu kasalliklarga nisbatan immunitet bor degani. Xolos, agar immunoglobulin M formasi chiqsa, to'g'ri davolanadi. Bu infeksiyalarni homila o'smay qolishiga, tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar shunaqa holat bo'lsa, homila rivojlanmay qolishi yoki homila tushib qolishi bo'lsa, torch infeksiyalarni ham M ham G formasiga topshirish kerak bo'ladi va shunga qarab davolanish kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda eshitaman, CMVM bor ekan, gerpesim bor ekan, menda immunoglobulin G chiqdi, davolandim, lekin titri tushmaydi. Siz virusga qarshi dori ichganingizda, albatta immunoglobulin G oshib boradi. Ya'ni siz immunitetingizni kuchaytirganingizdan keyin antitelalar soni yanada oshadi. Shuning uchun vrach yoki o'zingizda kamchilik qidirishdan oldin mana shu narsalarni yaxshilab e'tibor berish kerak bo'ladi. Va ishonasizmi, hozirgi holatda torch infeksiyasida emas, ko'proq bular qon quyuqligi, ya'ni giperkoagulyatsion sindromlar, bular AFS bo'lishi mumkin, trombotsitopatiyalar bo'lishi mumkin yoki undan tashqari genetik mutatsiyalar homila tushishiga yoki homila rivojlanmasligiga sabab bo'lishi mumkin.